tomdan tashlab yuboraman hozir. Jon aka, bu Chetdan tashlab yuboraman. Nima meni yolg'on gapiryapsing? Yolg'on gapirganingiz yo'q, Jon aka. Mashinalar mashinadan tashlab yuborishim kerak. Jon aka, ish bo'lyapti mana. 2 soatda bo'laman deding, bo'lmadingmi? Mana aka, quyilyapti. Bo'lib qoldi, yarim soatda bo'ladi hozir. O'shin bolalar ishni qilyapti mana, materiallar solinyapti. Quyilyapti, ozgina joy qoldi mana, apparatlar ishlayapti. Usta, yaxshilab qara, bu senga u og'ir ish, loy lombas juda ham qiyin. Loy lombas emas bu aka, bunda sement, qum, fibra, pena, bunga qurt qumursqa kelmaydi, hasharotlar yaqinlashmaydi. Yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. O'tibliklar o'zi bilan bo'ladi buni. Necha pul bo'lyapti hozir shunda? Buni kvadrati 45 ming bo'lyapti vodiy bo'ylab. Necha santimetr qalinlikda? Qalinligi 10 santimetr bo'ladi qalinligi. Umuman issiq sovuq ushamaydi. Issiq sovuq ushamaydi umuman. Yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Usta, menga ko'p gapirma. 2 soatda bo'ladi. Bo'lmading mana 2 soatda. Mana yarim soatda bo'ladi aka hozir. Ozgina joy qoldi. Yarim soatda bo'lmaydi. Qilyapmiz mana. Bo'lmaydi yarim soatda. Yarim soatda bo'ladi. Yarim soatda bo'lmasa aka 1 so'm pul kerak emas. Shuni tashab chiqib ketaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Voqaga qanaqa bo'ladi narxi? Voqaga endi texnikamizni rasxod qo'shiladi, benzini qo'shiladi, gazi qo'shiladi. O'shancha chipchi raznica qiladi vodiy bilan voqani. Qara usta, pastda bo'laman. Yarim soatdan keyin ishingni qabul qila olaman. Bo'ldi aka, yarim soat. Agar ulgurmasang 1 so'm olmaysan. Bo'ldi. Uy yarim soat ulg'isam aka yangi futbolchi olib beradi. Yangi kiyilmagan futbolkalarni beraman. Bo'ldi.